mushriklar kelishdi boshlaganda, yo'lga chiqdi deganda. Payg'ambar alayhisolatu vassalom sahobalar to'plab aytadiki, birodarlar dedi, Makkada mushriklar biz bilan urushgani kelyapti. Nima qilamiz desa, hamma sahobalar aytadiki, chiqib urushamiz, yo Rasululloh chiqib urushamiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men bitta tush ko'rdim dedi. Tushimda dedi, qilichim egri-bugri bo'lib ketibdi. Ikkinchisi, bitta meni sigirim o'lib qolibdi. Lekin uchinchisi, haligi qalqon bor-ku, kiyadigan. Shuning ichiga bunday bekib olibman deganlar. Ya Rasululloh, uni nimaga ta'var qildingiz deganda, qilichimni egri-bugri bo'lib ketishligi meni eng yaqin insonim shahid bo'lar ekan. Sigirimni o'lib qolishligi meni sahobalarimdan rosa ko'p o'lar ekan. Haligi temirga bunday yopib olganim bu Madinani qo'rg'on qilib Madinada jang qilish degan. Yo Rasululloh tashqariga chiqmasak bo'lmaydi, bo'lmasam qo'qqa deydi, biz deydi, ha bo'pti deydi. Janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu yerga kelib turib 50 ta odamni yerga chiqarib qo'yadi. Abdulloh ibn Jubayr bularning kattasi. Abdulloh ibn Jubayr qo'yadi. Rasululloh o'zida joylashib aytadiki, "Mola tog' bizni bu yerdan qo'riqlaydi. Sizlar bizni bu yerdan qo'riqlaydi, do'stlar. Ba'da biz turamiz, ba'da o'tkazmaysizlar hech kimni" deydi. Shunda Janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam bitta qilich tushab turib, mana arablar ko'ryapsizlar, qizil ro'molda o'rab turib, haligini baylab olyaptimi? Ha? Ha? Nimaga u qizil, qora emas, zangori emas, ha? Tek qiziq deylarmi? Arablar shunday qizil ro'mol o'raydi, imminni qizilini o'raydi, keyin haligini baylab oladi-yu, ha? Hozir uni javobi chiqadi. Qilichni ushlab turib aytadilarki, "Va qilichni kim oladi?" dedi. Hamza roziyallohu anhu, "Men olaman ya Rasululloh" dedi. "Ya to'xtang" dedi. Hazrat Ali, "Bu menga bering" desa, "Yo, senga ham bermayman" dedi. Haqqini ado qilib kim oladi desa, Abdulloh ibn Zubayr, "Men olaman" dedi. "Ya to'xtab turing" dedi. Keyin Abu Dujana roziyallohu anhu aytadilarki, "Ya Rasululloh" dedi, "Haqqi nima?" dedi. "Haqqi bor deyapsiz, haqqini ayting" desa, "Haqqi" dedi. "Bu qilich bilan urushaverib va bukilib ketish kerak qilishi" dedi. Shu darajada urish kerak. Odamlarni kofirlarning ustiga urib, hali qilichni bukilib taxlab tashlashinlar kerak desa, bunaqada "Ya Rasululloh, menga bering shu qilichni" dedi. Abu Dujon roziyallohu anhu hali qilichni beradi. "Men sizga bo'lmasam" dedi. Abu Dujon roziyallohu anhu hali qilichni olib turib, bitta qizil latani oladi, boshiga baylab turib, otini minib, haligi qilichni o'ynatadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunga qarab turib, "O'zi maqtanishlik yaxshi emas-ku, lekin bunga bo'ladi" dedi. Bunga yarashadi dedi. Qarang. Mana shu qizil lata, shu Abu Dujonani latasi. Arablar shuning uchun haligi Abu Dujonaga o'xshaganmiz biz, Abu Dujonani urug'imiz, biz haligi nima deb qo'yadi, pahlavonlarning nimasidanmiz deb turib, avlodidanmiz deb shu qizilni latani qizil ro'mol qilishadi. Hali yumolar nima bilasizlarmi o'zi? Ha? Arablar nima qiladi? Nima deb yuradi? Tuyada yuradi. Tuyani minib ketyapti, to'xtab turib, tuyani ular bunday qilib baylamaydi, hatto tuya bunday qilib ketaveradi. Tuyani nima qiladi? Shu boshidagi narsa shunday chiqarib turib, tuyani oyog'ini bunday qilib turib, bunday qilib kiygizib qo'yadi. Keyin tuya joyida turadi, qimirlamasdan. Yana uni olib turib, yani boshiga shunday qilib ketaveradi. Shuning uchun haligi nimani qiladi? Tushundinglar-a? Ha? Bu informatsiya bu tillardan qimmat narsalar. Sizlarga bezlarni aytib beraman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar qo'ydimi, jang boshlandi, urush boshlandi. Urush boshlanganda hammalari Alloh taolo g'alabani berdi, yutishyapti. Bu yerga sahobalar qarasa, mushriklar yutkizyapti. Bittasi nima qilyapti? Ali o'lgan mushrikni bunday qilib turib,
cho'ntagida birdek 3 so'm tillasi bormikan bunday qarasa, tillasi chiqyapti, bunday cho'ntagiga solyapti. Ular uni ko'rib bilib qoldi. O sheriklar maza qilishyapti. Biz ham bir puldan olaylik. Ummatning eng katta aybi hukm buyruq turganda dunyoga berilib ketgan uchun Alloh taolo 10 da jazolab qo'ydi-da. Dunyoda deb tushdi, Alloh taolo mag'lubiyatni berdi. Mushriklar bunday kavlab qo'ygan o yerlarda, shu mushriklar kelgan yerlarda. Bunday chuqur-chuqur qilib kavlab qo'ygan edi. Musulmonlar nega tushsin deb. Keyin men ana shu hududi bittasiga Payg'ambar alayhisolatu vassalom tushib ketadi. Tushib ketsa bir kofir Payg'ambar alayhisolatu vassalom ustidan qilich bilan uradi. Yelkasiga. Bu yelkasiga uradi. Yuziga haligi temir kiyib olgan-u, temir qalqonning boshiga uradi. Dubulg'asi. Yiqilib tushganlarida haligi qilichini tashlab turib, haligi zanjirli narsasini bir yuziga uradi. Va mana shu haligi nimani temirlar yuzlariga kirib ketadi, yonoqlariga kirib ketadi. Ana shunda Muhammad o'ldi deb taltib chiqib ketadi. Hammasi turib ketadi. Azdomlar aytdilar-ku. Bir sahoba Nazir ibn Horis degan sahoba aytadiki, Hazrat Umar ham o'tiribdi. Rasululloh o'lgan bo'lsa bizga hayot nima kerak deb. Nazir ibn Horis aytadiki, Rasululloh o'lgan bo'lsa, sizlar nima o'tiribsizlar? Oldiga deb urushib ketishadi-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam chiqarib oladilar. Qayerga olib bordilar? G'orning ichiga kirgizib turib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yuzidan temir chiqarish kerak-ku. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ushlasam Rasululloh deydi-da. Qo'y men yuragim noziro desa, Abu Ubayda roziyallohu anhu, "Ya Abu Bakr menga bering, men chiqarib beraman" shuni deydi. Mana shu kirib qolgan haligi zanjirni Abu Ubayda roziyallohu anhu tishlari bilan bir sug'urib, bittasini sug'urib chiqarib yuboradi. Hali temir zanjir chiqib ketgandan keyin shi ham tushib ketadi bitta shi. Keyin Rasululloh yana bu tarafida bo'ladi. Uni ham bunday tishlar bilan bitta sug'urib chiqsa, ikkita tushib ketadi-da. Abu Ubayda roziyallohu anhu ikkita tushib ketadi. Kamshi bo'lib qoladi. Hali tosh bilan urganda janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam og'ir tushib ketgan bo'ladi. Bitta tushib ketadi. Rasulullohning qoni, og'zida qon. Janob Jabroil alayhisalom aytadiki, "Ya Rasululloh, agar mana shu qoningizdan bir tomchisi hozir tushsa, sizga aziyat berilgan shu tishingizni qoni bittasi yerga tushsa, yer yuzida ko'karadigan narsa qolmaydi." Janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam ana shu qonni shunday ushlab turadi, tushirmaydi. Abu Talha roziyallohu anhu Rasululloh qiylab bunday qilyapsa, engishib turib, "Ya Rasululloh, menga chiqing" deydi. Chiqadi. Chiqib turib, Abu Talhaga jannat vojib bo'ldi deydi. Ya'ni siz jannatga emas, jannat sizga vojib bo'ldi deydi. Bittasi nayzani bitta olsa, Abu Talha roziyallohu anhu ikkinchi marta qo'lini bunday qilib Rasulullohni to'sib, bunday kirib qo'lini mayilini uzib tashlaydi. Bunday qo'llar osilib qolsa, hech narsa emas deb uzib yuboradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Talhaga bunday qarab turib, "Abu Talha" dedi, "agarda siz bismillah deb bunday qilganingizda qo'lingiz joyiga kelib qolardi. Qo'lingiz joyiga kelib qolardi." Hamma ko'rardi, farishtalar o'zida farishtalardek odamlar ko'rardi va qo'lingiz joyiga keltirib qo'yardi. Sizga ikkinchi marta jannat vojib bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadilarki, Uhud jangida eng yutgan odam Abu Talha bo'ldi, o'ziga jannatni vojib qilib oldi deydi. Bu jangda eng katta xizmat ko'rsatgan ayol kishi Nusaymiya degan ayol kishi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldida turib Rasulullohni himoya qiladi. Shu darajada himoya qiladi, haligi xotinga nayza tegor oxiri tabreti yiqilib tushadi-da. Rasululloh shu darajada himoya qilishadi. Sahoba ikram ana shu chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam toqqa ko'tarilganda, Abu Bakr Siddiq Umar bilan ko'tarilganda toq titrab ketadi. Haligi otga o'tirsa, ot xursand bo'lganda bunday qimillab ketadi. Tog'am qimillab ketsa, toqqa usbut deydi. "Ey tog', o'zingga kelvagin, ustingda nabiy, siddiq va shahid turibdi" deydi. Ana shu yerda Hazrat Umar shahidligiga bashorat beradi. Ana shu joylar, ana shu yerlar. Bu katta
Oysha onamiz aytilardiki, "Ya Rasululloh, Uhud narsa qiylandi" dedi. Ishlaringiz to'kildi, sahobalaringiz o'ldi. Asa og'ir kun bo'ldi desa, lekin og'ir kun bo'ldi-yu, ammo lekin nimaga yetmaydi dedi. Toifga yetmaydi dedi. Toifda yomon bo'lganman dedi. Mana shu yerda eng go'zal sahoba yotibdi. Bu eng go'zal sahobaning ati Mus'ab ibn Umayr. Asholaning ichida 3 ta katta sahoba bor. Birinchi Hamza roziyallohu anhu, Mus'ab roziyallohu anhu, Abdullah ibn Ubay roziyallohu anhu. 3 ta rashid. Sahobani o'g'li kelib dadam o'ldi deb qiynayapsa, dadangni bilasanmi? Xudo nima qildi deydi. Nima qildi desa, dadangni Alloh taolo tiriltirib nima so'rasang so'ra dedi. Ey Alloh, meni qayta tiriltir, shu jangda yana urushga dedi, yo'q, tiriltirmayman, qaytarmayman, boshqa narsa so'ra dedi. Aytdilarki, bo'lmasam, ey Parvardigor, meni tirikligimni, jannatni topganimni sahobalarga aytib qo'ygin dedi, oyat tushdi. ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. O'lganlarni sizlar o'lik demanglar. Ular o'lik emas, ular tiriklar deb Alloh taolo oyat tushirdi. Qarang, inshaalloh. Boraylik shu